Arzonchi bu Instagramda ham ko'rsangiz aka kunda 3-4 ta mashina sotadi. Bu menday qilolmaydi. 50 dollar kim bersa sotib yuboraveradi. Shunaqa sheydiryapti. O qo'yganlardan qiynab qo'ymaydi. Uka, xursandchilik bilan bir qop temirga deyapti 6 minglikka xursand bo'lib sotavering aka. Bering. 23 bo'lib rangi. Rasa bozoringiz kelib qoldi. Qiziganda ular molda yopishtirsangiz keyin sovib qo'ygandan keyin. Mana odamni Instagramda tomosha qilib keyin maza qilasiz. Hozir yana tomosha qilamiz. Hozir yana mana odamlar hammasi tomosha beradi. Xursand beradi hombiya. Temirmi? Aka 60 mingga beraman to'g'risi. Otga so'raman, mo'si yo'qsa ham mayli mashina edi. Xursandchilik bilan soting. Bor baraka bo'ldi. Yengil soting uka. Ey uka, mana Xo'ja aka bizda ham bor bitta mo'si yo'g'i bor. bor ekan. Bir qop temirga olyapti. Klaskasi bo'lsa ashit to'ladi. Bo'laji aynan chiqib qolsa men 500 dollar o'tib Mana beraman. qarangda shuncha tomosha beradi. Buni bir so'm qo'shib berolmaydi, to'g'ri. Shumka qilamiz. Xursandchilik bilan mana uni 6 ming Biza urilganda qiladi kimdir. yo'laka aytganlardi. Kimdir hali tez yurishchi bilan shumkani. Bo'ldi, soting mana odamga maza qiladi. Soting. 50 dollar o'tib bering. Bizlar Qaysi lan bu? Yem olaman. Prosta bu ko'tarmaydi. Qarab turgan bilan Bu xalqi ham o'ylaydi arzon chekadi. Arzon sotadi. mo'si yo'q ekanu, mo'si bo'lsa olaverasiz. Baraka. Ey uka, endi talashdi bu bozor. Sizlar talashmaylar aka. Uka bu 20 chakaga 2 motor bo'lganda berardi. Xalq gapiryapti. Cho'g'i bordimi? Hamma tomosha ber. Xursandmisiz? Bor sotib olasizmi? Yengil soting. Xursandmisiz aka deb qo'ying. Ey yurib olsangchi baraka qilmaydi. Ber. Siz qirib olasiz. Yozib oldim. 50 dollar go'shing ber. 50 dollar men qo'shaga. Oldiga bir qadam tashladim bu joni. Bozorga ketmaganini bilmayapti. Yaxshi bola ekansiz, shuncha qo'lingiz tushadi, bo'lmasa ketadi. 50 so'm ish qila qoladi, yosh qilib berish. Xursandchilik bilan mana uni aka 50 dollar bilan talashmang. Xursandmisiz aka, mazaq sotib oling, niymatni bozorga ko'tarib soting-ni. Bozimatda javjim qilib odam Xursand bo'layotgan joyda qo'shib bu yubordi. bozor bo'yicha bunaqa odam to'plangani yo'q. Yo'q, aka aytibman, buni ichi teparoqqa yuradi deb o'zimcha. Bunday narsada bo'pti. Shu qo'yib qo'yasiz, hech kim ham kelmaydi. Ketib yuboradi hamma. Hamma ketadi. Bering. Mana odam bering. Bu mashinani qarang, 6100 ga olaman, klassiyasini ko'rsatib olaman degandan ko'ra bu bir qop temirga bo'si yo'qsa olaman degan daklik borda gaplashamiz bo'ldi deyapti. Soting qiziq. Bering omonlarga bunaqasi chiqmaydi. O'ylamay, sizga bir qo'y hisob qo'y, molingizni 50 so'm men o'ylanganim soting bo'lmasa ko'p nima qilib Baraka deyim. ko'tini qatirib yubormay, men ham sotib olaman. Ko'tini qatirib Xursandchilik bilan mana uni baraka deysizmi? Bo'ldi, baraka deysiz. Ve jonika mana 20 to'g'ri. Bering mana uni. Xursandmisiz deb soting bitta bozorda. 50 so'm do'rmaylar, men ham anaqa shu 500 dollar foyda qilyapti. Xursandmisiz uka? Ular qo'qishyapti 50 so'm. Siz ham keyin bunday qilyapsiz. Men 500 dollar topmaganman bir hayotda. To'g'risi u qo'qityapti-da, nima amal? 50 so'm. Narxini ham tushiraveryapti. Bu bola, yer xatarlik ham Ey, oqsoqolni gapiga kiravering. har doim borda, hozir beryapti-ku. 10 dollar pul bor. 20 dollar. Bir joy mana qaytib kelgandan keyin Oladigan odam borligi uchun mashina odam gapini olib turib, men bular 6100 dollar bo'libdi dedim. Bo'lmasa hozir men gapirmadim 6100 deyapti. bo'ldi deyapti. Kraskasiga olib kelaman deydi. O'z ovoz bor ekan deydi. Bir qop temirga shunday Qarabtada do'shi bor ekan demaydi, motor soting bor ekan demaydi, bir qop temir deyapti. Hozir boshqa odam olganimiz yuring uka deydi, "Voy, gap kiraylik, ko'rsatib olaylik." Bir haftadan keyin motorda yo'q qolmadi. Olib turoldim. Xo'p, gap odam ish beryapti. Hozir 100 men aytmadim, haq qilib qo'sh do'ratda pul cho'ntagida tursa, u cho'ntagdan qo'sh ber.
Yo'q, yoz men diqqat qildim. To'palar Hech pulga. 24 deb o'ylashibdi-da. Bular hamma 24 deb o'yladi-da buni. 23 ekan. 24 deb qo'shildi. Nomeringizni olmaysiz, olib berasizmi boshqa nomer? Bu mashinada yurib turaveradi aka. 3 yil. 3 yilmi, ha? Sen men bu yoqdan sotib yuboradi. O'tkazib olganga edi. O'tkazib olganda qachon Ya generalliga sotadi lekin. Qachon o'tkazib olsa shunda olasizmi? nomerni olib mana shu yerdan olib ketaveraman. Mashina nima qiladi bu yoq? Gilamga osib qo'yadi. Yo'q, endi bu yoqdan birovga sotadigan bo'lsa, nomiga o'tkazadigan bo'lsa, javob bo'lmasa 5-6 Siz generalliga berasizmi mashinani? Gen chiqami? 0.77 ni 8 million bersiz boshqa ham qilib beraveradi. Hali ko'p ketdi hozir. Bu aksiyon yo'qotib yubordi. Yo'q, sizga mashina qilib oling. Nomerni olaman siz u pulni qada beraman siz. 7 millionga o'tkazib olish kerak bo'ladi yoki generalliga sotaman deb o'yladi. Mana bitta narsa. Men beraman dedi. Nomerni olsa, boshqa nomer qada beradi. O'zi rasxod qilib, to'g'rimi? O'zi rasxod qilib, rasman olib. Olasiz, paxtaga yozdirib bering, gaydan o'tsa bo'ldi. Olayotgan odamga bitta so'zlavatini berishsin başdan. Aka, mana ikkovimiz gaplashyapti. Mana nomerga qarang, bu nomerda hozir meni olib qo'yadigan bo'lsangiz, arzon nomer berishingiz kerak. Bu nomer ketishi yo 1 million ketadi. Endi hozir buni o'tkazib ol deydigan bo'lsangiz, 6 million pul ketadi. 6 mingga 600 dollar qo'shsa, buni oqila beradi-ku. Siz tushunib turibsiz. Shuning uchun men generallik bo'lsa ola olmayman. Agar sizga zarur bo'lsa, menga Yo'q, hali bir zarur ha, misol 1 yilmi, 1,5 yilmi, 5 oydami kelib turib, men nomerimni olaman desangiz, bitta prostoy nomer beradi. Mana shu boshlaydi. Bu lash paytda 4 million. 1,5 million. 1 yil bo'lgandan keyin misol katta sotaveradigan bo'lsa, sizga telefon bo'ladi. Sizga telefon bo'ladi. Nomerni olingiz yo saqlovga berib qo'yasizlar, agar lash paytda mashina olmasangiz. Xola rozimi shu? Agar bu nomerni hozir Jigiletda mashina olmaysiz. Shuning o'zini nomida Yo'q, Dvaynoy rasxodga tushib ketadi, nomerni olaman deydi. Bunga bitta prostoy nomer qada berasiz 5 millionga. Buni molo nomeringizni boshqa mashinaga qadayman. 8 million, 8 million pul to'laydi mana shu. 8 million qancha ham pul to'laydi? Yarmi to'lamaydi, 8 million pul to'laydi. To'laydi buni. Nimaga yarmi? O'zini nomida-da. Aksiyon nomidan chiqmaydi. Hozir yo'qolib ketdi uni. 8 million qancha ham to'laydi buni. yarmini to'lamaydi, 8 million to'laydi. kelishinglar bo'ling. Kelishing. Bu nomerni olib boshqa nomer qadayuncha 3 ta etgan olib. Ha, to'g'ri aytyapti. Yaxshi gap to'g'ri. Ha, men endi bo'ldi. Buni qarqib nomerni olib Hoji aka, bu nomerni boshqa nomer qadayuncha 3 ta etgan. Bo'lmasa siz O'ziga, ha? generalni bermayman, o'tkazishga sotaman deb qutulasiz. Tushadi, bu boshqa narx bo'ladi. Biraz 5 Bu generalni chiqarib bermayman men. O'tkazib olasiz mashinani, tamom. Nomerimni olaman. 5 oydan keyin bir qop temir bo'lganiga nomerini ham sotib olaman ichiga. To'g'ri. Generallik berasiz xullas. Bo'ldi, muammosi yo'q. O'zingiz nomingizdami? jon bola, ber endi 50 so'm to'lash. Bu xatarlik ham bosh qilmaydi bilib. Mashina kimning nomida? Bolamning nomi. Olayz ro'g'im yana 24 qora. 23 ekan. Nomerni avval olib qada berdi. Transport ko'payib 6050 qilyapti. ketadi. 77 dan o'zi 4 million 200 ming so'm yutib qo'yishdan mumkin. Yutmaydi, yo'q, nima demaydi. 8 million 8 million. Ha, Yarmini to'laydi. 204 million 8 yana oddiy nomer to'laydi. 1 million bor. 3 ta teradi. 1 million bor. Nomerdan kech to'da qilaring. Nomer bizga bilamiz mana shuni. Necha protsent qilishingiz? 10 millionga borib Ha. Boradi, boradi. 3 ta etini pulga borib bo'ladi. Siz bo'ldi bu nomerdan keching buni. Mana 2 million 550 ming 3 ta beradi. Ha, va to'g'ri. Otasiga borib bo'ladi.
Mana shu mashinani o ko'rsa yo'lani chekada olyapmiz hozir. 650 ga deyapsiz. 650. Mashinadan Oladi. Bering, 25 Yo'q, endi eshittiring. 5 dollar ham pul ekan meniki. Bayon gapiryapti. Haqni gapirga kerak endi sizdan 25. Bering, 25 dollar endi men turishdan. Kursamiz biz cho'rib qo'ysin. 25 Oldi men 50 ga ham beraverardim 25 ga sizlar Aka 6100 emas, 6075 dollar olyapti. 6100 beradi 25 dollar. 6075 dollar bor. 300 ming so'm qaytib berasiz. O'zingizga beradi 61 da. Yo men labo qo'yib ketaman. Keling endi 25 dollar qanaqa beraman. Labo qo'yiladi-da bu hozir. Buni baraka qilinglar, shart oling. Ha, o birovni gapini olmayapti-da, sizni gapingizni oldi-yu. Ya olmayapti-da birovni gapini. Gapni olmayapti. Ha, ko'laman.